Akalar bu yog'i endi ona bola bozori. Aka bu bolasi nechta? Bittami? Ha. Sizlar arkasi qilmasdan. Shunaqa, mana. Nech pul aytyapsiz buni aka? 8 million tutdi. 8 million ham berardik biz, ha? Mana bu bolasi bitta. Bolasi qo'chqor qo'ydi. 8 million kammi bu? Ona semiz aka, ammali ham bola boqqan bo'lsa ham. Gapi chiroyli ekan. Aka nomerda ayting, kelishib berasizlar, xudo xolasa. Xo'lis sotvoramiz. Header tuttirib. Endi yana bo'ladi mahal o'zingizda doim qo'y. Xudo xolasa Bu nomerda aytib ko'ring. Ammo pullik emas. 347 Hop. 1666. 1666. Agalar bola qo'chqor, ona 8 tish. Kanalida. Hop. Bu nalaga? Rahmatulloh Uskanal aka. Voy, mana. Aka ona bola bular. Bola onasi nechta tish? 6 tish. Bolasi nima? Tushmaydi. Bolasi qo'chqor akalar. Go'zal ekan bolasi ham. Nech pul aytyapsiz? Aka kelishtirilib aytilgan narxi. Qo'ying. Bozor 10 pul. Kelishtirib ayting narx. Nech pul deyapsiz? Okaga 5 million 500 ming. Ha. 5 million 300 Siz nech pul berdingiz? 3 million 500 ming berdim. 3 million 5 million 300 ming. Ha, adashib ketdilar. 5 million 300 ming so'mga akalar savdo o'ltirib bergan yo'qlar ekan. Bolasi qo'chqor akalar. Bolasi ham suyagi yaxshigina ekan, xolos. Kamdi qo'ylar egiz shiliga. Akramjon aka, ular mollari egizmi? Ha. Onasi nechta ish? Onasi 6 ta. 6 tish. Nech pul narx aytyapsiz? 7 deyapmiz. Mollari sog'liqmi ikkovi ham? Oqrog'i qo'chqormi? Onasi qo'chqor bo'lsa, Oqrog'i qo'chqor ekan, sarig'i sog'liq ekan akalar. Buni jonivorlar quloqlari ham bir go'zal ekan. 7 million so'm narx aytyapsiz. Kami qanaqa? Savdosi qanaqa bo'lyapti? Endi olib kirdingiz. Ay, yaxshi, Alloh barakani bersin. Savdoingizni bersin akalar. Nomerni aytib qo'ying bir mabodo. 94 Hop. 322 55 66. Akalar aloqa chiqib ko'rasizlar, bilib bo'lmaydi. Mabodo sotilmay qolsa, egiz olaman degan akalarga onasini suyagi yirik, aybi tishi og'riqroq, endi bu ikkita bola boqyapti turibdi. Dastavkasi Qilib beriladi, gap yo'q. Tamom. kim kerak? Voy, qalloq. Kelar navbatdagi qo'ylar, mana bo'g'ozmi aka bu? Bo'g'ozga o'xshab turibdi. Tug'ay deb turibdi, shikiliga o'zi ham, ha? Tug'ay deb turibdi aka. Nech pul aytyapsiz ash bo'g'oz narxi? 10 million? 10 million kam bor ekan, ammo qo'y ham gigant ekan akalar mana. Qo'y ham yirigan. Qo'yganlarning bolasi bormi? Mana bu hol. Bu ham bo'g'ozda qorasi ham. Buni nech pul aytyapsiz? 7 million. Qolgan 3tasini bolasi bor. Mana uniki nechta? 2 tami bu? Egizakchi ekan. Bugun egizakchilar ko'proq chiqadigan gulagan kerak mana. Qo'llari nima? Qo'chqor? Salom, qo'l. Ikkitasi ham sog'liq. Akalar, ikkitasi ham sog'liq ekan. Qiladigan akalar. Mana. O'dasi ham udor ekan akalar. Onani ham, badani ham zo'r ekan. Bolalari necha kunlik atrofida mashg'ul bo'ladi? Darxin 9 million deyapsiz. Bolalar necha kunlik? 5 kun. 5 kunlik qo'zilar akalar. Ikkitasi ham sog'liq. Akalar, ikkitasi sog'liq yo ikkitasi qo'chqor bo'ladigan bo'lsa, qo'ydi urg'ochiligi keyin davomiy bo'ladi deyapti akalar, Alloh xolasa. Doim o'sha egiz tug'adigan qo'ydiki, bolalari bir xil bo'lar ekan, yo qo'chqor bo'lar ekan, yo sog'liq bo'lar ekan. Ular bolasi ham urg'ochi ekan, 9 million narx aytyaptilar. Xo'p, narxini kelishtirib beradilar. Tishini bitta ko'rib qo'yamiz. Bo'ldi mana. Tishi 8 tish ekan akalar. 8 ta, 3-chi yo 4-chi bola ekan akalar mana shu. Aka nomerni aytib qo'ying, aloqa shivorsa, Alloh xolasa. 93lik. Aha. 44 04 ha? 44 04. Aloqa chiqarasizlar akalar. Ular baraka bo'ldimi-chi? Nech pul bo'ldi? 4 million 200 ming so'mdan ona bolalar baraka bo'pti akalar. 5 ta ona bolami? Ha, bolalarning hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor ha? Mana kelyapti. Qochib ketyapti akalar. Ikkita bolasi turibdi, mana yana bitta bolasi. 4 million 200 ming so'mdan baraka bo'pti akalar. Bo'ldi, mana keldi. 5 ta qo'zi keldi. Yana qaytyapti. Barakasini bersin. Ko'p ular qo'chqormi? Sizmisiz? Alaykum assalom, charchamang. Go'zal ekan bular, rosa emlashga tayyor bo'lib qolibdi. Ha, emlashga Suyagi butun.
Bizi ham qanday narsa? 5 milliondan kami bor aka. 5 dan kami bu. Necha oylik atrofida qo'zilar? 7 oy. 7-8 oylik, ha? Yosh ekan, hali lekin suyagi akalar. Bo'ylari bir 80 pili chiqib qolsa kerak, ha? 80 atrofida akalar, Xudo xolasa aloqa chiqaverasizlar. Nomerni aytib qo'ying. 93lik. Hop, 905 hop. 97 97-17 akalar aloqa chiqaverasizlar. Qo'shqorlar yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, podpiska qo'yib qo'yish esdan chiqmasin aka.